Akalar, uyni koreyskiy fasonda qurdingiz, tomga vassani ham chiroyli qilib bosib qo'ydingiz-da, mana shifrlar yopilgan. Endi nima qilsam ekan, tomni qanday usulda lombos qildirsam ekan deb yurganlar bo'lsa, mana usta akalarimiz tayyor penadan lombos qilishayotgan ekan. Hozir sizlarga qisqacha sarf hisobini qildirib o'tamiz. Yoqib qolsa, shab bosib yorsiz ham bo'laveradi akalar. Hormanglar usta akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Mana akalar, ko'rishimiz mumkin, usta akalar bu yoqlariga chiroyli qilib bosib qo'yishibdi. Net santimetrli bosildi bu yoqqa? Beyoz 7 santimetrlik quyilyapti. Bu yoqlari 7 santimetr bo'ldi. Bu yoqlariga yana quyiladi, yana bir. Quyib chiqamiz 7 santimetr qilib, chiroyli qilib beryapmiz shu. Hozir quyilgan bo'lsa, chiqsangiz bo'ladimi aka? Mana hozir. Mana hozir quyilgan ekan, chiqib ko'rsatib beryapti. Aka, necha xil turi bor buni? Buni 3 xil turi bor. Ya'ni qalinligini nazorat tutyapman. Yaxshi. 5 santimetrligisi bor 35 ming so'mdan, 7 santimetrligisi bor 45 ming so'mdan. Keyin 10 santimetrligisi bor, u 55 ming so'mdan. Bu aytilgan narxlarning ichiga hamma mahsulotlari kirib ketadi. Ya'ni hamma mahsulotlari o'zimizdan bo'ladi. Uyda egasidan faqat shu to'k bilan suv bersa bo'ldi. Ya, tomni chiroyli holatda qilib bersa bo'ldi, vassa qilib. Shu vassalarni qoqib, zardivorlarni urib bergan bo'lsa, chiroyli qilib bitirib beramiz. Yaxshi, qayergacha xizmat ko'rsatasizlar? Bizniki butun O'zbekiston bo'ylab, Voha, Toshkent hududlarida ham bizning filiallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa, ishlarni bitirib beramiz. Yaxshi. Xo'p, qancha endi buni garantiyasi aka? Quyilgandan keyin qancha turib bera oladi? Buni garantiyasi 10 yil, lekin shu uy turgungacha turaveradi bu narsa. O'zini haligi effektini, ya'ni sifatini yo'qotib qo'ymaydi bu narsa. Yaxshi akalar, ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda tomga penadan lombos qilish ommalashib boryapti. Lekin men o'zim tavsiya qilaman, imkon qadar 1-2 so'm pulidan qochmasdan qalinroq qildirganinglar ma'qul. 10 santimetr, kerak bo'lsa 15 ham qildirib yuborsanglar, xudo xolasa maza qilib uylarda yashab yursanglar bo'laveradi akalar. Xo'p, endi nima mahsulotlar qo'shiladi aka? Xo'p, bunga semen qo'shiladi. Xo'p, keyin 35 kilolik qopda gips qo'shiladi. Xo'p. Keyin bochkaga yashi 50 litr suvimiz bor. Keyin maxsus o'zining penasi bor. Shularni aralashtirib qo'shib quyib beramiz chiroyli qilib. Mana azizlar, qisqacha videosini ham qo'yamiz. Buni quyayotgan jarayoniga ulgurib qoldik. Mana hozir quyildi. O'zi mana qatishni boshladi akalar. Shunday holatda. Necha kunda qatib tayyor bo'ladi aka? Xo'p, bu hozir 15 kundan 1 oygacha bemalol ustiga chiqib yursa bo'laveradigan bo'ladi. Endi sal o'zi joyiga kelib olguncha 15 kun 1 oy vaqt ketadi. Ya'ni suvlari qochib, yaxshilab qatib olguncha 15 kun 1 oy ustiga chiqmay turishadi. Bundan keyin bemalol, misol molxonalarga quydiradiganlar bo'ladi, ko'p quyib beramiz. Shularga bemalol o'tlarni bosib qo'yishaveradi. Yaxshi. Bu yerda necha kvadratli joy bor ekan aka? Bayda 170 kvadrat joyga quyib beryapmiz. Qalinligini 7 santimetrlisini qilib quyib beryapmiz 45 ming so'mdan. Agar bundan ham ko'proq joy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 200 kvadratdan ko'proq joy bo'ladigan bo'lsa, narxlarimiz qulaylashtirib beramiz. Ya'ni shu beradigan joyimiz bor. Arzonroq qilib berasizlar. Ya'ni joy kattaroq bo'lgan sari narxini yo'lida qilib beramiz deyishyapti. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Penadan lombos qilgan yaxshimi yoki loydan lombos qilgan yaxshimi yoki umuman lombos qilmagan yaxshimi? Fikringizni kommentda kutib qolamiz. Qanaqadir savol bo'lsa, mana usta akalar nomerlarini qo'yamiz. Telefon qilsanglar, tominglar qanaqa bo'lsa hisob-kitoblarigacha chiqarib berishadi. Endi faqat qarang, usta soldim deb turib, sizlarni shunday kirgizib yuborish kerakmi yoki qanaqadir rasxod qilib berish kerakmi? Endi abed qilib bersa, to'k bilan suv bersa bo'ldi. Shu tomni ko'rsatib qo'ysa bo'ldi. Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib beramiz. Endi buni loydan afzallik jihati biz ham ko'p haligi kommentariyalarda o'qiymiz. Har xil yozishadi, o'shalarga batafsil javob berib qo'yishim kerak. Endi loydan buni afzallik jihatlari asosan shu to'sinlarga nagrozka kelmaydi. Chunki yengil bo'lganini hisobiga loydan ko'ra ancha. To'sinlarga nagrozka, ya'ni yuk kelmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, chichqon kalamush ora olmaydi bu narsani. Endi eng asosiysi uyda o'tiblik qilib beradi, ya'ni qishda issiq, yozda salqin qilib beradi. Buni asosiy vazifasi. Shunaqa afzalliklari bor. Ya'ni havo kirib chiqadigan joy umuman qolmas ekan, komfort bo'lib qoladi desa ham bo'ladi. Endi bu akamizni pena qilishini asosiy sababi, mana past tarafdan iloji bo'lsa ko'rsatamiz. Mana oldida katta sahnasi bor, uydan tashqari rom qilib foydalanaman deyapti. O'rtaga karkas to'qitgan ekan.
o'rtaga ustun qo'ydirmagan. Mana karkas to'qitgan. Agar loydan lombos qiladigan bo'lsa, shu yerda o'ziga bilmayman, nechidir tonna yuk bosib qoladi. Aka jicha xavfsirab qoladi. O'shaning uchun yengilligi taraflama pena lombozni tanlabdi akamiz. Xudo xolasa, o'ylaganidek undan ham zo'r xizmatini qilib bersin. Lekin penadan lombos qilmoqchi bo'lsanglar, mana ustakalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatini ham aytib o'ting aka, qayergacha xizmat ko'rsatasizlar? Bizniki butun O'zbekiston bo'ylab, bizda Toshkent va Voha hududlarida ham filialimiz bor, lekin ayda mahsulot topish ozgina mushkulligi hisobiga ozgina narxlari oshib qoladi. Vodiy bo'ylab aytilgan summada, ya'ni 5 sm-lik 35 ming, 7 sm-lik 45 ming, 10 sm 55 mingdan, lekin Toshkent bilan Voha hududlariga ozgina qo'shilib qoladi. Tushunarli. Akalar, mana qo'ldan kelganicha sizlarga hisob-kitoblarni ko'rsatib o'tdik. Agar bu video siz uchun ozgina manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, xuddi shunaqa qurilish qilayotgan, ikkilanib yurgan akalarimizga videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Doimo salomat bo'ling. Ustakalar, Alloh kuch-quvvat bersin. Charchamanglar. Rahmat. Mana ustakalar, Xudo xolasa xizmatinglarda bo'ladi.